Bismillahirrahmanirrahim. Kitob o'qish ziynati. Ilm ilmni bilmoqdir. Ilm o'zni bilmoqdir. Sen o'zingni bilmasang, bu qanday o'qimoqdir? Yunus Emro. O'qimagan kuning zulmatdir. Nuri pokdir. Tafakkur qilmay o'qish o'tmaslashtiradi. O'qimasdan o'ylash esa adashtiradi. Klayirvang. Agar yaxshi kitoblar o'qimoqchi bo'lsangiz, yomon odamlardan qochishni o'zingizga shior qilib oling. Zero hayot qisqa, vaqt va kuch-quvvat chegaralangan. Artur Shopenhauer. Kitob o'qishni yoqtirasizmi? Yoshlar bilan uchrashganimda ushbu savolning javobi teng ikkiga bo'linadi. Ba'zida halar, yo'qlardan ko'p bo'ladi. Shunda juda quvonib ketaman. Zero men uchun yangi kitob sotib olish bayramlarda sovg'a qilingan yangi oyoq kiyimning hayajoni kabidir. Kitobni mana shunday hayajon bilan sevgan kitobxon o'laroq, boshqalar ham kitobni mendek sevishlarini istayman. Odatda kitob o'qishni nimaga yoqtirmaysiz degan savolga o'qisam zerikaman degan javobni olaman. Keyin bir kitobni o'qib shunday qarorga keldingizmi deyman. Ko'pincha ha degan javobni berishadi. Odam degan suhbat qilishdan, yonida turishdan zerikdim deb butun insonlar zerikarli degan qarorga kelishi to'g'rimi? Kitoblarda ham xuddi shunday. Zerikarli kitob demoqchi emasman, ammo juda ko'p yozuvchilarning asarlari qiziqarli va ular sizga albatta manzur bo'ladi. Kitoblardan zerikkanini aytgan bir yosh do'stimga, keling siz bilan bir narsaga kelishib olamiz. Men sizga kitob beraman va siz o'qishni boshlaysiz. Zerikkan kitobingizni o'qishni to'xtatasiz va boshqasini beraman dedim. O'z maromini topib olgach, men uni kitoblar bilan yolg'iz qoldirdim. Siz ham buni sinab ko'ring. Kitob o'qish kerakligini nima uchun alohida ta'kidladim? Chunki so'zlar bilan, ya'ni tushuncha bilan fikrlaymiz. Kitoblar bizni yangi tushuncha va konsepsiyalar bilan tanishtiradi. Qancha ko'p so'z bilsak, shuncha ko'p so'z bilan yashaymiz. Gaplashamiz, bahslashamiz, yarashamiz va o'zimizni yaxshiroq ifodalaymiz. Doim bir xil so'zlar bilan o'zingizni ifodalashga harakat qilib, haqiqatan ham baxtli bo'la olarmidingiz? O'zingizni boshqalarga tushuntira olarmidingiz? Universitetdan uzoqlashtirilgan yillarimda ham bir ustozimning tavsiyalari bilan har kuni kutubxonada kitob o'qir edim. Universitetni tashlashga majbur edim. Lekin bu hayotni tark etish degani emasdi. Har kuni kitob o'qish meni orzuyimdagi shaxsga aylanishimga va hayollarimdagi insonlarga yaqinlashtirar edi. Nima o'rgangan bo'lsam, kitob soyasida o'rgandim. Ustiga ustak, bu dunyoda o'rganishga harakat qilsam, umrim yetmaydigan insonlarning hikoyalarini kitob orqali o'rgandim. Aslida kelajak zamon uchun o'qiganimni anglab yetyapman. Men ham kelajak zamon uchun o'qiganimni ko'prik ostlarida yashab kunini o'tkazgan, ammo juda ko'p kitob o'qigan. Kitoblarning oshig'i Shelleyning najot topadigan kunim uchun o'qiyapman degan satrlarini o'qiganimda his qildim. Ustoz Monir kitobida Shelleyning hikoyasini shunday bayon etadilar. Angliyadaligimda ko'prik ostida yashaydigan bir qiz bilan tanishdim. Hayotimdagi eng qiziq uchrashuv bo'lgan mana shu voqea rivojlanishim va o'zimni topishimda bir yog'du bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Juda g'aroyib hodisa edi. Bir kuni 1000 kishiga ta'lim haqida ma'ruza o'qidim. Ushbu seminar tashkilotchilaridan isrof bo'lib yotgan pechenyelardan olib, uyim tarafidagi 3 boshpanasiz insonga berishimni aytdim. Bu taklifim ularning ham ko'zini porlatib yubordi. Albatta dedilar. Birgalikda alohida 3 ta paketga pechenyelardan joyladik. Birinchi boshpanasiz kishi bir qiz bola edi. U Piccadilly sirkusdagi mashhur Eros haykalining qarshisidagi metroning kirish qismida yashar edi. Bu ingliz qizi
aql bovar qilmaydigan darajada ifloslikda, och, g'arib va abgor holatda yashar edi. Unga yegulik paketi berganimdagi porlagan ko'zini ko'rganingizda edi. Ikkinchi paketning egasi bir erkak kishi edi. To'g'risini aytsam, diqqatimni tortadigan hech qanday jihati yo'q edi. Uchinchi boshpanasiz odam ham erkak kishi edi va u ham e'tiborimni tortmadi. Biroq ilk ko'rganimiz ingliz qizda nimadir bor edi. Ikkinchi kuni o'sha ingliz qiz yana diqqatimni tortdi. Yoniga yaqinlashgan, o'tirib ertalabgacha falsafiy suhbat qilgim keldi. Biroq faqatgina ismini so'ray oldim. U ham nazokat bilan Shelly dedi. Menga unchalik e'tibor qaratmadi ham. Ishida davom etdi. Axlatga aralashib yotgan ushbu qizginaning nimasi e'tiboringizni tortdi demang. Mening o'rnimda bo'lganingizda sizning ham diqqatingizni tortardi. Uchinchi kun yana ayni holat kuzatildi. Yana pechene to'la paketni berdim. Bu safar darhol yoniga cho'kkaladim. Axlatxonadan farqi yo'q ushbu joyga toza kiyimlarim bilan o'tirganimni biror do'stim ko'rganida aqldan ozdingmi der edi. Biroq meni u yerga o'tirishga undagan bir narsa bor edi. 3 kun davomida meni o'sha axlatxonada yashayotgan qizning yoniga chorlagan narsa. Yog' bosib biri-biriga yopishib ketgan sochlari eng sifatli gellar ham qila olmaydigan darajada qattiq va qilich kabi keskir edi. Yuzi ham juda kir edi. Egnidagi kiyimlarini kiyim deyishga ham til bormas edi. Kir tufayli o'zining og'irligiga yana shuncha og'irlik qo'shilgandi. Shuning uchun ham undan chiqayotgan hidga chidab bo'lmas edi. Oldidagi kartonga ochman, ishsizman, boshpanasizman, iltimos menga yordam beringlar deb yozilgan edi. Biroq unda meni o'ziga jalb qilgan boshqa narsa bor edi. Uning yoniga o'tirdim. Shelly ota-onasi, sevgilisi va hamma yaqinlari tomonidan tark etilgan bir ingliz qiz. Biroq Bernardin Saint-Pierre'ning yaxshi bir kitob yaxshi do'stdir degan gapini o'ziga shior qilib olib, mana shu kimsasizlik ichida bir necha kishi bilan yashagan ajoyib qiz. Atrofidagi tashqi ko'rinishi toza, ozoda ingliz yo turk qizlaridan, erkaklaridan ancha qobiliyatli qiz. Chunki uni har ko'rganimda kamida 3.50 qalinlikdagi kitobni o'qiyotgan bo'ladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. 3 barmoq qalinlikdagi kitob. Meni o'ziga tortgan sir mana shu edi. O'sha kirib bosgan ingliz qizi Shelly har kuni 3 barmoq qalinligidagi kitobni tugatadi. Uni tashqi tomondan o'rab olgan kirlarga, muammolarga, turli dardlarga e'tibor qilmay, ichini, ruhini tozalashga harakat qilayotgan qizni qanday qilib iflos, kir deya olaman? Bas meni uning oldiga o'tirishimga undagan narsa mana shu kitoblar va uning mutolaa qilishga bo'lgan ishtiyoqi edi. Katta qiziqish bilan Shellydan shuni so'radim. Men musulmon bir jamiyatdan keldim. Dinimizning ilk buyrug'i o'qi. Shunga qaramay biz kitob o'qimaymiz. Seni har kuni kitob o'qishga undagan narsaning nomini ayta olasanmi? Buning siri nimada? Iltimos, ushbu narsani hech bo'lmasa pechenelarning hurmati aytsangchi. Aytmaguningcha bu yerdan ketmayman. Shellyning kirdan ko'mir kabi qorayib ketgan yuziga tabassum yugurdi. Klassik ingliz kiborlarining ohangi bilan javob berdi. Bir kun najot topaman. Qutulgan kunim hayotni yana noldan, ya'ni A, B, D dan boshlaymi? Men qutuladigan kunim uchun o'qiyapman. Juda ko'p kitob mutolaa qiladigan kitobxonlar meni tushunadilar. O'qigan sarim zehnimda bir puzzle, ya'ni bosh qotirma bordek va o'qigan kitoblarim orqali labirintdan oson chiqayotgandek. Puzzlelarni joy-joyiga to'g'ri qo'yayotgandek edim. Uzoq yo'llarda hamroh bo'lgan ham, kechaning sukunatiga sherik bo'lgan ham, o'z farzandlarim va boshqa bolalar bilan bo'ladigan munosabatimni mustahkamlagan ham shu kitoblar bo'ldi. Yoza olishning eng katta siri ham kitob o'qishdadir. O'zimizni yozish orqali ifoda qiladigan ijtimoiy tarmoq ichidaligimizni ham qabul qilishimiz kerak.
ijtimoiy tarmoqlarda biz o'zimizni qo'ygan foto suratlarimiz bilan emas, balki ostiga yozgan izohlarimiz bilan ifodalaymiz. Yaxshi yozuvchilar aslida yaxshi kitobxonlardir. Kitob o'qiyotganda shuncha kitobni qanday o'qib tugataman degan his bo'ladi. O'qimagan insonlarning hech narsaga qiziqmasligi, yangi narsa o'rganishga ehtiyoj sezmasligi naqadar yomon-a? Hayotning ma'lum pallalarida men ham yaxshi kitobxon emas edim. Boshlang'ich ta'lim, o'rta maktabda o'qigan yillarimda kitoblar bilan munosabatim chakka edi. Tug'ilgan kunimda sovg'a qilingan kitoblarga qarab, yana kitobmi der edim. Lekin yaxshi kitobxon bo'lmagan bo'lsam ham bolalar jurnaliga ko'ngil qo'ygan edim. Har hafta kioskaga yugurib jurnal olardim. Keyinchalik so'zlar bilan bo'lgan samimiy munosabatim meni romanlarga eltdi. O'shandan beri kitoblar ichidaman. Mana shu yerdaman. Sumkamga karmonimni solish esdan chiqqan paytlar bo'ldi. Ammo kitobni solmagan kunim bo'lmadi. Kitoblar men uchun juda qadrli va ular uchun qalbimda alohida joy ajratganman. Kitoblar mening o'qituvchim, ustozimdir. Ulardan juda ko'p narsa o'rgandim. Mana shu darajaga yetishimda kitoblarning hissasi katta. Hali erishmagan natijalarimga ham faqatgina o'qish va kitoblar orqali erishishimga ishonaman. Men kitoblarni doridek ishlataman. Dardlarini, muammolarini, men bilan baham ko'rgan insonlarga bergan maslahatlarimni kitoblardan olaman. Gaplarim doim mana shu kitobni o'qishingiz kerak degan jumla bilan tugaydi. Shuning uchun ham kitob mutolaa haqida gap ketganda sabablarini uzoq tushuntirib bera olaman. Masalan, o'qisangiz yaxshi tinglovchi bo'lasiz. Shuningdek, yozuvchi bilan suhbatdosh, hamdard bo'lasiz. Ustiga ustak hech qanday malomatlarsiz oynaga qaragandek bo'lasiz. Kitob o'qish hayotingizda hech qachon tanimagan odamlarning xilma-xilligiga guvoh bo'lish demakdir. Mana shu guvohlik bilan insonni yaxshiroq tushunasiz. Shuning uchun roman qahramonlarini asar tugagandan keyin ham uzoq vaqt ichimda saqlab yuraman. Ular bilan gaplashaman. Agar kitobni juda ham yoqtirgan bo'lsam, har joyda takror aytib yuraman. O'qisangiz dam olasiz. Charchog'imni roman bilan, dardlarimni hikoyalar bilan, xatolarimni o'quv qo'llanmalari bilan qoraman. Har biridan boshqa bir dunyoning eshiklari ochiladi. Bir kitobni tugatgach, avvalgidek bo'lmayman. Menda yangi dunyo qarash paydo bo'ladi. Eng yoqtirganim inson taqdiri yoritilgan hikoyalar va bolalar kitoblari. O'qisangiz insonlarni ayblamaysiz, kechirasiz. Kamroq xafa bo'lib, kamroq arazlaysiz. Suhbatdoshingizning gaplarini yaxshiroq tushunasiz. O'qisangiz hayollaringiz tugamaydi. Qiladigan rejalaringizni beg'ubor bir bola kabi uzoq o'ylaysiz. O'qisangiz fikr qilasiz. O'zingizga men ushbu fikrning qayeridaman deb savol berasiz. Savolga aylangan muammolarning javobini topasiz. O'qisangiz o'qiganlaringizni hayotingizga tatbiq qilmoqni istaysiz. O'rgangan narsalaringiz amalda ishlatilsin. Ustiga kitob ortilgan eshak bo'lishdan Alloh saqlasin. O'qisangiz baxtli bo'lasiz. Hech bo'lmasa tushkunlikka tushganingizda sizni bag'riga oladigan boshpanangiz borligini bilasiz. O'qisangiz har doim to'xtamay kitoblar haqida gapirgingiz keladi. O'qisangiz eng yaxshi sovg'angiz kitob bo'ladi. Sumkangizda bolalarga beradigan ertaklar, kattalarga beriladigan kitoblar tayyor turadi. O'qisangiz atrofdagilarning ham o'qishini istaysiz. Ularning ham kitoblardan lazzat olishini istaysiz. Ular bilan bir kitob haqida miriqib gaplashayotib, menga eng ko'p mana shu gap yoqdi deyishni xohlaysiz. O'qisangiz duo qilasiz. Dardimga darmon bo'ladigan jumlalarni ko'rishni nasib et Allohim deysiz. Izlaganlardan bo'lasiz. O'qisangiz koinotni va insonni o'qishni o'rganasiz. Eng muhimi, o'zingizni o'qishni boshlaysiz. Ichingizdagi to'siqlardan osha boshlaysiz. Xullas, o'qisangiz siz bo'lasiz, o'zingiz,
Dunyoda sizga o'xshagan boshqa odam yo'qligini his qilasiz. Shunga qarab qadringizni boshqa joydan qidirmaysiz. Xo'sh, agar o'qimasangizchi? Siz ham yangi jumlalarning, yangi eshiklarning ochilishiga sababchi bo'lganini ko'rib, umringizning eng barakali paytlarini so'zlar bilan barakali qilasiz, nasib etsa. Albatta bu yerda nima uchun o'qiyapman degan savol ham muhim. Ushbu nima uchunga javob topsangiz, o'qiyotgan kitoblaringizning sifati ham oshib boradi. Ayrimlar bolalari test savollarini yaxshiroq tushunsin deb kitob o'qishlarini istashadi. Keyinchalik esa unchalik shart emas degan fikrga ham borishadi. Holbuki, agar inson nima uchun o'qiganini idrok qilsa, o'qigan narsalaridan o'z menini shakllantira oladi. Kitoblar sizni donishmand bo'lishga chorlaydi. His qildingizmi? Bir zarif so'z. Bir kuni ustozimga bir kitob o'qidim, ammo zehnimda kitob bilan bog'liq hech narsa qolmadi, dedim. Menga bir xurmo berdi va mana shu xurmoni chaynab ye, dedi. Yeganimdan keyin so'radi. Xo'sh, katta bo'ldingmi? Yo'q, dedim. Ustozim aytdiki, katta bo'lmading, biroq xurmo vujudingga tarqaldi. Teri bo'ldi, suyak, asab, tirnoq, hujayra bo'ldi. Shuni tushundimki, o'qigan kitoblarim ham xuddi shunday singadi. Bir qismi so'z boyligimni oshiradi, bir qismi bilimimni mustahkamlaydi, yana bir qismi axloqimni go'zallashtiradi. Bir qismi yozuv va gapirishdagi uslubimga nafislik qo'shadi. Lekin men bularni his qilmayman, debdi.